1. Pul modda sifatida material yondashuv. Pul ko'rinadigan narsa, o'lchanadigan resurs, banknotlar, tangalar, kartadagi raqamlar. Bularning barchasi jismoniy va raqamli resursdir. Pul davlat qonunlari bilan tartibga solinadi. U ayirboshlash vositasi, barterning zamonaviy shakli. Bu yondashuvda pul energiya emas, pul ishlab chiqarish, xizmat, ishonch va bozor tizimining moddiy natijasi. Xulosa, pulning o'zi modda, ammo uni harakatga keltiradigan kuch odamning energiyasi. 2. Pul energiya sifatida metafizik yondashuv. Ba'zi falsafiy va ruhiy maktablarda pulni boshqacha tushuntirishadi. Pul oqim, pul vibratsiya, pul harakatlantiruvchi kuch deyishadi. Bu yondashuvga ko'ra, energiya oqimi bo'lsa pul keladi, fikr toraysa oqim to'xtaydi, ochiqlik bo'lsa pul tezlashadi. Bu yerda pul tebranishning ifodasi, energiya rezonansining natijasi. Xulosa, pul fizik jihatdan modda, ammo ong darajasida energiyaning aylanish shakli. Soddalashtirilgan taqqoslash. Material yondashuv, pul modda resurs. Energetik yondashuv, pul energiya oqimi. Interatsiya, pul modda, lekin uni chaqiradigan kuch energiya. Agar bitta gap bilan aytsak, pul modda bilan ifodalangan energiya. Siz kirgan mavzu juda chuqur, materiya ong orqali yaratiladi degan tamoyil. Kvant fizikasi, ong metafizikasi va neyro psixologiya kesishgan joydagi ilmiy platformadir. Endi shu nuqtai nazardan bir savolga e'tibor qaratamiz. Pulni inson kvant darajasida qanday yaratadi? 1. Materiya ong orqali yaratiladi. Kvant tamoyili. Kvant darajada zarra aniq shaklda emas, u ehtimollik sifatida mavjud bo'ladi. Kuzatuvchi e'tibori unga holat tanlaydi. Fikr to'lqin funksiyasiga o'xshaydi. E'tibor qayerga qarasa, ehtimollik o'sha yerga cho'kadi. Demak, ong potensialni materiyaga aylantiruvchi mexanizm. 2. Endi bu mexanizm pulga qo'llansa, pul ham ehtimollik maydoni sifatida mavjud. Kvant analogiyasi quyidagicha. Zarra ehtimollik to'lqini, pul imkoniyat to'lqini. Kuzatuvchi holat yaratadi. E'tibor pul oqimini shakllantiradi. Intension real holatga aylanadi. Vibratsiya rezonans yaratadi. Xulosa, xohish pulni chaqirmaydi, rezonans chaqiradi. 3. Pulni kvant darajasida yaratishning 4 ta mexanizmi. 1. Niyat, intension. Bu oddiy tasavvur emas, bu yo'nalgan kuchdir. Pul kerak yetishmovchilik vibratsiyasi, pul oqimda to'ldirish vibratsiyasi. Niyat kvant buyruq. 2 ta his tuyg'u rezonansi. Kvant maydon niyadan ko'ra hissiyotga kuchliroq javob beradi. Menda yo'q hissi yo'qlik yaratadi, menda bor hissi mavjudlik yaratadi. Shu sabab ko'p odam tasavvur qiladi, ammo his qilmagani uchun natija chiqmaydi. 3. Fikr to'lqinni shakllantirish. Ong maydonga buyruq beradi. Buyruq aniq bo'lsa to'lqin real holatga kollaps qiladi. Savol emas, buyruq ishlaydi. Qanday qilib pul topaman? Yetishmovchilik to'lqini, pul oqimi men orqali o'tmoqda, yaratuvchi to'lqin. 4 ta harakat kvant kollapsni yakunlaydi. Energiya potensial holatda turadi. Harakat uni materiyaga aylantiradi. Fikr, his, rezonans, harakat va nihoyat materiya. Ong kuchi, jismoniy amaliyot, natija pulning reallikka aylanishi. Yakun. Pul kvant darajada ehtimollikdir. Inson ongi esa ehtimollikni materiyaga aylantiruvchi maydon. Pulni yaratish jarayoni 4 qadamdan iborat. Niyat, hissiy rezonans, ong buyruqlari va harakat. Bu to'rtlik birlashganda pul materiyaga aylanadi.